sevgan odam rashk qiladi-da. Shunaqada endi rashk yaxshi-ku baribir. Ishonmaslikdan rashk bo'ladi deb o'ylayman. Har doim ham emas. Sevgan odam rashk qiladi hammadan. Qizg'onmasa sevishni foydasi yo'q deyman. Rashk muhabbat belgisi deb o'ylaysizmi? Assalomu alaykum. Ha, muhabbat belgisi. Nima sababdan muhabbat belgisi? Agar rashk bo'lmasa muhabbat bo'lmaydi. Bo'lmaydi-da. Rashk sevgan odam rashk qiladi-da. Demak, muhabbat bo'lishi uchun rashk kerak. Ha, shunaqa. Rashk endi insonni shaxsiyati bilan belgilanadi birinchi navbatda. Yaxshi ko'rgan odam endi asosiysi bu rashk emas, qizg'onish odam ichida faqat menga tegishli degan his bo'ladi-da. O'sha rashk deb o'ylayman asosan. Demak, agar ko'proq ishonib olsa, masalan, bu bo'ldi, meni yaxshi ko'radi deb men xayolim bo'lmasligi ishonish mumkin. Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Nima deb o'ylaysiz? Rashk muhabbat belgisimi? Nima? Rashk muhabbat belgisimi siz uchun? Shunaqa bo'lsa kerak, adashmasam. O'zingizga fikringizni ayta olasizmi? Shunaqada endi rashk yaxshi-ku baribir. Muhabbat belgisi siz uchun. Sevgandan keyin rashk qilish kerakmi axir? Yaxshi ko'rgandan keyin shunaqami? O'zingiz fikringizni. Yo'q, albatta. Nima uchun? Chunki muhabbat bo'lsa rashk bo'lmaydi-da. Ishonmaslikdan rashk bo'ladi deb o'ylayman. Fikringiz shunaqa. Har doim ham emas. Endi ba'zi paytlarda bo'lishi mumkin. Har doim ham bo'lavermaydi menimcha. Nima deb o'ylaysiz? Rashk muhabbat belgisimi? Albatta. Rashk qilamiz. Fikringizni ayta olasizmi bu haqda? Sevgan odam rashk qiladi hammadan. Balandroq gaping. Sevgan odam rashk qiladi. Manimcha. Demak, siz uchun muhabbat belgisi. Shunaqa. Da, shunaqa. Fikringizni ayta olasizmi? Endi fikrim endi rashk bo'lmasa, qizg'onmasa sevishni foydasi yo'q deyman. Demak, rashk bo'lishi kerak. Shunaqa.